gap kelganda gapirib ketmoqchiman. O kuni ko'pchilik yozibdi, sen boshqa din vakillarini tagini tozalab topayotgan puling halol emas debdi. Men juda qo'pol deb tushundim. Shuni aytib ketmoqchiman. Musofirda yurgan har bitta odam boshqa din vakilini ishini qiladi. Masalan, trak haydaydiganlar o'sha boshqa din vakilini yukini tashiydi va ularni iqtisodiyoti rivojlanish uchun, ularni boqish uchun ishlaydi. Kimdir tagini tozalash haqida ketadigan bo'lsak, nima deydi? Qarovga muhtoj, mehrga muhtoj yoshi katta qarilarga qarash menimcha hech qaysi dinda cheklanmasa kerak deb o'ylayman. Ularni gapi qanchalik nima deydi? Ular hech kim emas, kimdir ishi halol harom deyishga. Bu narsani Alloh bilguvchi. O'shaning uchun kimniki qabul bo'ladi, kimniki qabul